1 gram go'sht qo'shilmagan kotlet yeganmisiz? Qani ketdik biz sizlar bilan tayyorlaymiz. Avvalosiga hammaga salom ertoqlar. Meni ismim Indira va men blogimda standartga mos kelmaydigan retseptlar bilan bo'lishaman. Albatta obuna bo'lib qo'ying. 1 gram mol go'shti yoki tovuq go'shti qo'shilmagan kotlet tayyorlaymiz sizlar bilan. Hammani bolasi nonni chekkasini va o'rtasini yemaydi. Men o'sha nonlarni yig'ib qo'yaman, tashlab yubormayman. Keyin esa shunaqa kotletni har doim bolalarimga tayyorlab beraman. Xullas nonimizni 20 minut iliq suvga bo'ktirib qo'yamiz va suvdan yaxshilab ajratib olasizlar, g'ijimlab. Ko'rdilaring qanaqa ajratdim. Keyin bitta piyozni qirg'ichdan chiqarasizlar, tuz, ziravorlar, yarim choy qoshiq уксус va bitta tuxum chaqib olib yaxshilab massaga keltirasizlar. Mana hurmatsiz negativchilar, 1 gram ham go'sht qo'shilmagan farshimiz tayyor bo'ldi. Farshimizni qizib turgan yog'iga bitta qoshiqcha solib pishirib olamiz. Formichkani qoshiq bilan berasizlar. Xohlasalaring unga botirib olib qilsanglar ham bo'ladi, lekin menga unda yoqmaydi. Hozir farqini ko'rsataman. Mana shu uchalasi unsiz pishirilgan, mana bu ikkitasi esa un bilan. Xohlasangiz unday, xohlasangiz bunday, o'zingizning xohishingizga qarang. O'tgan safar go'shtsiz kartoshkali osh qilib ko'rsatganimda hamma ustimdan kuldi. Negativlar rosa ham ko'p bo'ldi. Qanaqa qilib go'shtsiz ovqat qilish mumkin? Qanaqa qilib go'shtsiz osh qilish mumkin? Eringiz olib bersin. Salatga pulingiz bor ekan-ku, shu salatni puliga go'sht olsangiz bo'lardi-ku deb yozibsizlar. 20 ming so'mga 100 gram go'sht olganimdan ko'ra salat yeganim ma'qul emasmi? Yoki konstitutsiyamizda go'shtsiz ovqat yeyish mumkin emas deb yozib qo'yganmi? Menga shu narsani keltirib beringlar. Qayerda qanaqa qonun bor ekan? Go'shtsiz yesak ham qornimiz to'q. Ha, hozir oilamizda shunaqa vaziyat. Lekin qornimiz to'yib turganiga, har kuni birgaligimizga, tinchgina, omongina, eson-omon uyimizda sog'-salomat uyg'onayotganimizga shukr qilib yashayapmiz biz. Eng asosiysi bolalarimning qorni to'q, tinch, yonimda, bag'rimda katta bo'lishyapti. Men shunga shukr qilaman. Agar sizga go'shtsiz ovqat yeyish mumkin emas bo'lsa, siz yemang. Biz esa go'shtsiz ovqat yeyoramiz. Like va kommentariyalar uchun alohida rahmat. Obuna bo'lib ketishni unutmang.